Xudo xolasa, aka-ukalar toza xoli shvedlarga Sharxonda toza zanglamas pichoqlaridan Polvon akamizning xonadonidan shvedlardan sotib olgan aka-ukalarimizga pichoqlarimiz ehson bo'ladi. Hoji tog'aning ehsoni. Aka-ukalar xudo xolasa, videolarimizni avval boshidan xonajillarimizni yeb ichishlarini videolarni qo'yib ketyapmiz. Inshaalloh video mobaynida yeb ichishlari qanday degan savollarga videomizni boshidan javob berib ketyapmiz. Aka-ukalar xudo xolasa yeb ichishlarini ko'rib turibsizlar. O'zimizning bu yilga chiqqan yangi senajlarda yeb yotishibdi. Inshaalloh biz videolarimiz mobaynida xonajillarimiz yeb ichishlarini savollarga javoblarni berib ketamiz. Qolganiga aka-ukalar bittadan chiroyli layklarni bosib turamiz. Biz videolarimizni Andijon viloyati Sharxon tumani Karnaychi qishlog'idan Nodirbek Polvon akamizning xonadonidan shvedlarimizni video obzorlarni qilish uchun boshladik. Vidot Polvon akamizning xonadonidan shvedlardan kutganlar bormi? Aka-ukalar xudo xolasa bugungi Qirg'iziston shvedlaridan, jaydanlaridan, inshaalloh gibridlaridan bittadan chiroyli layklarni bosib turamiz. Olsa ekanlarda lineksizlari bordan Qirg'iziston forodalaridan so'raganlarga aka-ukalar bugungi o'zgacha video bo'ladi. Do'stlar, puli yengil juma aksiyasi bo'lib ketdi aka bu yoq. Bugungi xudo xolasa 6 bosh Andijon viloyati Sharxon tumani Karnaychida Nodirbek Polvon akamizning xonadonidan shvedlardan kutgan aka-ukalarimizga bir obzorlarni qilib beramiz. Qirg'iziston forodalari sut yo'nalishida kindiklari boridan orqa keti baland sifatlilaridan inshaalloh obzorlarni qilib beramiz. Hafta kuniga juma ayyomi barchalarga muborak bo'lsin aka-ukalar. Oyoq qo'l stengalar, stakan tuyoqlaridan aka-ukalar, oyoq qo'li baland 4 son pachka narsalardan aka-ukalar. Shvedlarni xohlasa go'zallardan, sifatlilaridan Polvon akamiz 6 bosh yig'ib qo'yibdi. Bularni bir ma'lumotlarni berib, sifatlarini barchasini sizlarga ma'lumotlarni yetkazib beramiz. Aka-ukalar, chorvalarimiz yeb ichishi, sog'lomligiga Polvon akamiz o'zi kafolatini beradi. Xudo xolasa birgalikda ma'lumotlarni berib o'tamiz. Yeb ichishlarga bir hafta so'roq savoli bor. Xudo xolasa aka-ukalar, xonadoningizga borganda o'ngga chapga yurgizib, sog'ligi salomatchiligini ko'rib tekshirib olasizlar. Bo'g'ozlilarni ham doktoringiz bo'lgan bo'lsa, doktorlar bilan birgalikda tekshirib bilib olishingiz mumkin. Aka-ukalar, berilgan narsalar oyliklariga inshaalloh sog'lomligiga javobini beriladi bir hafta mobaynida. Dastavkalar butun O'zbekiston bo'ylab bo'ladi. Vodiyli akalarimizga tekinga xonadoniga baraka qilgan, savdo qilgan puliga kirib boradi. Vohali aka-ukalarimizga kelishilgan holatda xudo xolasa vohani pullari o'tib kelishtirib beriladi. Shunaqa ishlarni solib, xudosa kun oylarni ham yaqinlaridan aka-ukalar. Faqat qirg'iz parodani ham badani toza, pokiza, hindilarigacha yerin soladiganlaridan. O'ta sifatlilardan bugungi. Layklarni bosib turamiz. Xudo xolasa Polvon akamiz bilan birgalikda biz ma'lumotlarimizni berishni boshlayapmiz. Xudo xolasa barcha ma'lumotlarni hozir Polvon akam bilan birgalikda aytib ketamiz. Polvon aka, tayyormisiz? Tayyorman. Aka, assalomu alaykum. Mikrofonni taqib oldim. Ha. Xudo xolasa jangga tayyorman. Mikrofonlar bor endi, xudo xolasa. Hoji, yaxshi kelib oldingizmi xonadoningizga? Ayyomlar bilan aka. Ayyomlar muborak bo'lsin. Hojini pattislari, O'zbekistonda musofirdagi hammalarga assalomu alaykum deymiz. Juma ayyomlar muborak bo'lsin. Aka, xudo xolasa boshda aytib ber, max предложение bor. Menda. Besplatli telefon qilish o'rni 24 ga 7 savoliga javob berilaveradi. Bugunga 6 ta molimiz bor aka. Xudo xolasa. Boshdan boshlayveramiz aka. Buni ajinda pulidan ham arzon qilib beraman. Buni ajinda puliga bo'g'ozlaridan. Ha, ek kurak. 6 oylik bo'g'oz. 5 oyga olishaversin. O'zinglargacha bor, bexijolat aka. Bo'ylariga kelgan bo'lsa 1.20 plus minusida. Idishlarni aka, ayollari xudo xolasa bo'yning ichiga kallasi kichkina sut berayotganda endi. Hali o'zi kichkina bo'lsin, sut ko'p berayotgan. Arzon bo'lsin, sut ko'p bersin. Xudo xolasa biz yangi uchastka qilganmiz. Yangi ro'zg'orimiz aka-ukalar deganlariga xudo xolasa. Mana birinchisi gibrididan aka-ukalar. Gapi. Xo'p, 1.20 plus minusida 5 oyga beraman, 6 oylik bo'g'oz, 2 kurak. 2 kurak. Puliga kelgan bo'lsa, uka xonajil puldan emas, 23 million kami bor. 23 million so'm. Kami bor. Gap aka-ukalar. Endi bunisi nima deyapti? 2 kurakka.
Birinchi molimiz bo'ldi, birinchi bo'g'ozimiz. Ikkinchi bo'g'ozimizga ostilarini bitta ko'rsatasizmi o'rab? Qarang, aka. To'skalari 4 joyda uka. To'ros tutagi 4 joyda. Inshaalloh akalar mana. Xo'p, bo'yi 120 plyusida. Yine chizoqlari ham bor aka. Kurak. Orqasidan. Kuragi yo ikkita yo yo'q uka. Aha. Ikkitaga beraveraylik aka. Ikkitaga beraveramiz ukajon. Menda nima ketdi? Moldan ketadi, ketsa. 6,5 oylik bo'g'ozga beraman, bola tegadi. Bola tegadi. Lopillab tegadi. Stakan tuyog'idan, oq quloq, oq tumshug'idan aka. Sariq quloqga. Buni ham puli arzon. 25 million 800 ming. 25 million 800 ming so'm, xudo xolasa. Ama kutmayman bo'g'ozigini deyaganiga mana shuni beramiz uka. Yaqin bo'g'oz, tug'adi. Qashqaxon ekan aka. Ha, ostilari yilini yana solyapti ular. O'zi ham Qirg'iziston paroda o'ta ham bu nimalar zo'r uka. Toshlarni qarang. Kuragi yo'q uka, kuragi yo'q. Assalomu alaykum inshaalloh. Kuragi yo'q, xudo xolasa. Tutalari 4 joyda. Necha chiqaring aka bu? Birinchi qo'ring kuragi yo'q deyapman uka. Kuragi yo'q. Bu 20 plyusida uka. 20 plyus. Kim mayroq qo'ydim desang. O'g'aring. Idishni qarang. Idishni qarang. Maşallah. Katta molda ham yo'q bunaqa idish uka. Albatta akalar. Xudo xolasa. Ingichka, bo'yin, kallasi kichkinasidan ust molidan akalar. Bola pastga tushib qopti, ha. Haftalik qoldi shekilli uka, haftaligi. Yosh bola adamada o'tsa ham dumini kumillatib qo'ymaydi uka. Xo'p, 120 plyusida kuragi yo'q molimiz. Tug'ishga yaqin qolgan. Puli ham 29 million 500 ming uka. 29 million 500 ming so'm. Ketdi akalar, xudo xolasa dastlabkilar aytganimdek. O Karpat Shvetimiz Qirg'iziston. Kindilarni qarang. Qirg'iziston Shvet. 8 oylik bo'g'ozga beraman uka. Qirg'iz Shvet sevadiganlar alohida bo'ladi aka. Qarang, kindigacha yelan soladigan idishlarni ko'rib qo'ying aka. To'ri tutay. To'skalari ham qora emas uka. Aha. Sasoylari ham ochgan narsa ekan aka. Ha, go'zal. Yeb ichishlari zo'r aka. Mana. Ishlar ko'rasizlarmi? 125 plus minusida. Bo'ylari 125 plus minusida. Ha. Birinchi qoringa. Birinchi qoringa uka. Aha. Puli 30 million 500 ming uka. 30 million 500 ming. Kami bor. Stakan tuyog'idan aka, xudo xolasa. Bozor oshgan bo'lsa oshganki, bizda oshgan yo'q, hoji. Oldiga qarab qo'yapti, xudo xolasa. Bolasi ilojim xunajim bo'lsa, o'ziga o'xshagan ko'paysin ham bo'lsa. Uka mashina uchigacha oqidan. Mashina ikkalasini bir joy jupi yo'sin uka. Bittasi kuragi bor, bittasi kuragi yo'q uka. Inshaalloh 10 yil, 15 yil aka-ukalar kennayamdan sigir alvasidan qutuladigan. Mana, hech joning hisobiga. Xudo xolasa uka. 10 yil, 15 yilga qutulasiz. Xudo xolasa haligi tug'ilgan polvon ukalarimizni, singilchalarimizni institutga kirgizib o'qitadiganlar aka. Inshaalloh ikkovini bir joyga jup qilib oling. Tunnag'ini oldigacha oqlar edi. Xo'p, aka bunisini ma'lumotlari. Xo'p, 4 oylik bo'g'oz narigisi, kuragi yo'q, bo'yi 125 plyusida. Ha. Mana shu jupab ketyapti. Billa ketkisi kelyapti mana shu. Billa ayting. Ajratsam ham, ha. Billa ayting, xolasa ko'rib olsa, xolasa telefon qilib, xolasa sho'piri bo'lsa ko'rib olsin uka. Bo'ylari ikkalasidan 125 plyusida uka. 125. Bittasini kuragi yo'q, bittasini kuragi bor. 4 oylikdan bo'g'oz ekan, chista. 4 oylikdan bo'g'oz. Mana aka. Xudo xolasa uka. Xo'p, narxiga keladigan bo'lsak. Xo'p, tog'iga uka, 31 dan. Jupiga olsa 60 ga ketdi, 30 dan. Jupiga olsa 30 dan 60 ga. Ha. Tog'iga olsa 31 dan. 31 dan. Tanlab olishiga, kengroq qilib beravering aka. Uka, xudo xolasa ya'ni gaplashaveramiz. Muomalasi yo'q bo'lsa, muomala ko'ryapsizlar, xudo xolasa. Ikkovi birga ketaman deyapti. Bitta mashina qilasiz, xudo xolasa. Luboy yerga yetib boradi. Jup olsa, bog'iga ham tekin qilib bering aka. Jupiga yo'l kirasizmi? Yo'q, yarim million ko'taraman aka. Ko'p qo'ymayapman. Hoji, bittasidan tushunib oling. Agar mollarda 35 million kami bor desam, u voqea ketaveradi. Men unaqa narsa yo'q aka. Yengil qilib beraman, bu pulni kelishamiz ya'ni. Vohaga ham kelishamiz yo'l kirasiz. Kelishamiz yo'l kirasiz. Yami, xudo xolasa polvon ekandan, yami sizlardan, xudo xolasa 30 million so'mdan 60 million so'mga aka ketdi. Voha O'zbekiston bo'ylab ketdi aka-ukalar. Inshaalloh aka tutaylarni qarang, 4 joyda. 4 joyda. Kindigacha soladigan. Uzilarigacha bor aka. Uziylar ham qilib syomkalari bor. Bor aka, xudo xolasa. Kanallarni ko'rdinglarmi aka? Gapi. Qator kallalarni ham ko'rsatib qo'yaman, oldiga o'tib, hoji. Xudo xolasa videolarimizni avval boshida ko'rganlaridek aka-ukalar mollarimiz yeb ichishlaridan muammo yo'q. Hammasi xudo xolasa kelishib xayr hisobini bilan pishoqlarimiz berilyapti aka-ukalar. Bittadan layklarni bosib turamiz. Hammasini to'shlari irg'ib chiqqan, xudo xolasa. Qarang, ha jonivorlar. Aka bu xonadoningizga borib qolsa bormi?
Xudo xolasa sizni ancha vaqt sigir muammosidan, sigir g'alvasidan qutqaradi. Keyin ham mazza qilib suti bilan Hozir hammasi yuvosh. ancha muncha Oyoq ko'targan bola olmayman bilasiz. nariga ketkizadi. Keyin ham sizga aka qariylik o'ynaga ber demaydi. Falon g'alvam, banka g'alvam bor demaydi. Inshaalloh hamma qalbingizdan Pichan sovg'asi bor hoji, uni ham ko'rsatib aytib qo'ying. Inshaalloh aka manaqa yozgi kunida shakaroblarni, salatlarni qilib yegan paytingizda qovunlar so'yib, tarvuz qovunlar so'yib yetganingizda mana shu pichoqlarni eslab, Nodir akamiz raqamlari turibdi, duo qilib qo'yasiz. Nodirbek polvon akamizni olgan sigirimizdan kelgan mana deb turib duolar qilib qo'yasiz. Aka-ukalar chiroyli layklarni bosib, videolarimizni qo'llab-quvvatlab qo'yamiz. Kanalimizga obuna bo'lmagan aka-ukalar obuna bo'lib 7 telefon qilishaversin. Xudo xolasi 7 nima qilib telefon qilishaversin, mana bitta layklarni bosib qo'ysin ekan mana bu. U tekin uka. Layk bosish tekin, obuna bo'lish tekin aka-ukalar. Ketkizgan vaqtimizga rozi bo'lib qo'yamiz.